Izbaskan tumani axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum kitobxonlar. Jamg'armamizdan o'rin olgan yangi adabiyotlarni o'qish uchun tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi sizlarga tavsiya etadigan kitobimiz Vasiliy Yanning Spartak nomli tarixiy qissasidir. Ushbu kitob 112 betdan iborat bo'lib, 2022-yil Zabarjad media nashriyoti tomonidan chop etilgan. Spartak ezilgan, xo'rliklar ostida yashayotgan xalqi, dushmanlar oyog'i ostida ezg'ilanayotgan vatani taqdiriga befarq qarolmagan mard o'g'lon haqida yozilgan tarixiy qissa qahramoni. U faqat xo'rlangan xalqini himoya qilibgina qolmay, o'zi kabi zabardast, bilagida kuchi bor o'g'lonlarni ham bu sharafli ishga, dushmanlarga qarshi kurashga chorlaydi. Jang yakuni fojia bilan tugasa-da, ammo Spartakka hamroh bo'lgan, maydonda uni qo'llab-quvvatlagan yigitlar qalbida mag'rurlik fazilati saqlanib qoladi va ular mana shu tuyg'u bilan oxirigacha kurash olib boradilar. Vatan ozod bo'ladi. Spartak kabi jasur o'g'lonlar xotirasi esa xalq yuragida abadiy saqlanib qoladi. Aziz kitobxon, ushbu kitob vatan ozodligi naqadar buyuk ne'mat ekanligini anglatadi va aynan mana shu jihati bilan Spartakni biz sizga taqdim etmoqdamiz.